Xarid qilishda yo'l qo'yilgan birgina xato, salkam $5000 zarar. Nomini aytmayman, yaqinda katta hajmda un ishlab chiqaruvchi brendlardan biri menga aloqaga chiqishdi, ya'ni bizdan setalar xarid qilish masalasi bo'yicha. Lekin aytishlaricha, bizdan 2 oy oldin qaysidir sotuvchidan qimmat narxda salkam $5000 ga yaqin setalar xarid qilishgan va oradan hech qancha vaqt o'tmasdan setalarida yirtilish va yaroqsiz holatga kelish holati kuzatilgan va bu xato ularga salkam $5000 ga tushgan. Setalar sotib olayotganda albatta uni original yoki soxta ekanligini tekshiring. Original setalarda ishlab chiqaruvchining logosi yozilgan maxsus seriya raqamiga ega bo'ladi. E'tibor bering, yozuvlar aniq, toza va tekshirish davomida o'chib ketmasligi shart. Sotuvchidan albatta mahsulotning sertifikati yoki nusxasini so'rang. Original setaning materiali bir tekis, iplar orasidagi masofa aniq va pishiq bo'ladi. Yana bir eng ishonchli usullardan biri setani yacheyka o'lchamlarini maxsus mikroskop yordamida tekshirib olishdir. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringizga yuborishni unutmang.